Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz chorva ishqibozlari. Sahrodagi Bo'ron YouTube kanalining doimiy muxlislari. Bugun nasib bo'lsa, haftani payshanba kuni bilan Buxoro viloyati Romitan tumani Qo'rg'on mol bozoriga nasib bo'lsa tashrif buyurganmiz. Bu qismda holicha nimadan boshlashni bilmay turibman. Lekin qo'ldan kelgancha videolarni qilamiz. Menimcha g'unojlar qatoridan bo'ladi. Podдержка uchun nasib bo'lsa hammaga katta rahmat. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddaman. Sizlardan faqatgina podдержка, bizdan esa mana shunaqa sifatli videoroliklar. Bo'lmasam bugun Buxoroning bozorlarini yondiramiz. Qani akalarim, biz boshladik bo'lmasa. Xo'p. Bularni egasini qaydan topib olamiz endi? Nima bir tushirib ketamiz. Hammasidan tutroq qilib nasib bo'lsa. Mayda mollardan boshladik akalarim, bo'lmasa nasib bo'lsa, qo'limda metr tayoq yo'q, taxminan aytib ketaveramiz bo'ylarini chamalab. Shunga qarab rashodlarni olaverasizlar bo'lmasa. Qaysi bozor arzon, qimmat, albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Buxoroning bozorlari nasib bo'lsa birinchi marotaba chiqarishimiz. Assalomu alaykum, hormangizlar. Qaysi 7, qaysi 8? Qorachasi 7mi? 8. Bunisi 7 million so'm aytilishi. Ho'kizchami hammasi? Yo'q, Unojimi? Narxi bozorlaringiz menga yoqdi, lekin to'g'ri. Yaxshi. Bular nech puldan bo'lsa? Aka, bular qanchadan? Ha. Assalomu alaykum, Tog'ajon Xormang. Yaxshimisiz? Nech puldan bo'lyapti bu? Bu 77 deyapmiz. 7 million 700 kami bor. Unojinchami? Unojincha. Yoshlari qanday? Yosh 6-7 oylik bo'lgan, ha? Yaxshi. Bozor bilan so'radimi? Ha, 73. 7 million 300, 7 million 400 gacha savdo bo'lgan. Tak, 1 metrdan sal oshiqroq keladi. 1.5 shu atrofida. Bular nech puldan ekan aka? 8 million so'mdan hammasimi? Uchtasi 8 million so'mdan mana aka. Bu yerda qizil paroda mollar juda ko'p ekan lekin. Bularchi? 9 mi? 9 milliondan ikkalasi tanlab olishga. Bozor nech puldan qilib 8 so'radimi? 8,5 so'radi, bunisini 8 million so'm so'radi. Tak, 1.5 dan 1.10 gacha taxminan plus minusida mana bular 1 dan 1.5 gacha kelib qoladi. Bular ham xuddi shunday, 1 metrlik nari beri unojinchalar. Mana akalar, sifatlariga e'tibor qilasiz, mayda mollar, shunaqa narx-navolar. Yaxshi. Aka yana bormi uyda? Telefon nomer berasizmi? 93lik 144 75 44. Kelishib gaplashaveramiz akalar. Mabodo savdolarimiz bitsa, olishlaringiz mumkin bo'ladi. Ketdik bo'lmasam. Aka, assalomu alaykum, hormangizlar. Aka, nech bilan bo'lyapti? 7,5 million ekan bu. 7 million 500 ming so'm kami bor. Unojincha? Unojincha. Bozor nima so'ra aka? Bozor 6,5 so'rabdi. 6 million 500 gacha savdo bo'lyapti. 7,5 deymiz. Sifatlari yaxshi. Aka, sizlarda kasallik qanday? Dermatit yo'qmi? Yo'q, ukolni. Ha, ukolni olib, davosi bo'lgan, ha? Chiroyli hammasi. Yaxshi. Buni qancha aka? 7 deymiz. 7 million so'm aytilishi, kami bor ozroq. 1 metrlik shu atrofida keladi. 6 millionga realniy xaridori bor ekan. 6,5 million bo'lsa beraman deyapti egasi. Nomeringiz bormi aka? Nomer bor. Ayting. 91 331 331 18 13 kelishsa gaplashaveramiz. Dastavkasini ham qo'yaveramiz, ha? Dastavka ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'ldi aka.
Tuya bo'lsin, sut bo'lsin deng. Tuya bo'lsin, sut bersin deng. Yaxshi. Akalar nech puldan bo'lyapti? 8 million 500 ming so'mdan bemalol olaverasizlar. Munozinchalar. Aka nech puldan bo'ldi? Bular 11 million so'mdan baraka bo'lib chiqib ketyapti. 11 milliondan ikkita qo'nozincha ketdi. 8,5 dan aytilishi qo'nozinchalar salgina ozg'inroq ekan lekin. Mana. Aka bozor nima dedi bular? 8 million 200 dan har xil so'rashyapti. Mana, quyosh endi chiqadi. Shuncha tekin bo'ldi aka oling. Yaxshimiz aka. Aka nomingiz bormi? Nomer bor aka 93lik 93lik 455 455 55 43. 55-43 kelishib gaplashamiz. Dastlabki ham bor ham Bor aka. bo'ladi aka. Bular kimdan ekan? Olingan bilmaysiz-a qanchaga olingan? Olinganni hozir bo'ylab qo'yilgan. Ha, talg'irlari bor, qoralari, qizillari ko'proq ekan. Yaxshi, yomon emas. Bular ham olinganmi deyman. Qancha deysiz aka? 12 million 500 ming so'mga olindi mana shu. 16-chi. 12 million 500 baraka yo'q. Voy onasini. Oyoqni bosdi. Bular ham olingan. Egalarni topish muammo. Aka, assalomu alaykum, hormang, yaxshimisiz? Nech puldan aytyapmiz bular? 22 27 million so'm aytilishi, ikkalasi bitta joyga. Ho'kizchami? Yoshi birga kirmagan shu atrofida oyog'imni yomon bosdi lekin azob beryapti. Aka, bozor nima dedi? 25. Ikkalasi bitta joyga 25 million so'mga so'ragan ekan. Bo'ylari akalar taxminan 1 metrdan 1.10 gacha kelib qoladi. Sifatlari mana shunaqa. Sifatli mollar kam ko'ryapman lekin bozorda. Bu tarafi ona bola sigiri boshlanib ketdi. Ham tarafdan o'tsak, nasib bo'lsa g'unojin, ho'kizchalar ekan. Sahrodagi bo'ron aka. Mana bir amallab mashhurni o'tib olsak, bu tarafda ho'kizcha bozor ekan. Lekin tartibiga alohida 5 ketdim akalar, gap bo'lishi mumkin emas. Hamma mollarni parodasidan, ya'ni ho'kizcha alohida, mayda nimalar alohida chiroyli qilib mana shunaqa nima qilib qo'yilgan ekan. Haqiqatda klass bosish, like bosishga arziydi. Menga yoqdi lekin. Zo'r akalar. Keyingi qismda nasib bo'lsa ho'kizchalardan boshlaymiz yoki ona bolasiga aniqda tugatib chiqaylikchi. Narx-navolarni ko'ramiz akalar. Aka, qancha bo'ldi? 25 million so'mga ona bola baraka bo'lib chiqib ketyapti. 25 dedim. 25 dedim, 21 dedim. 21 dedim. 21 millionga oldim. Tog'a, ona bola qancha bo'lyapti o'g'limga? 20 milliondan aytamiz. Bir o'zingizga og'irlik qilmayaptimi shuncha mol? O'rganib qolganman deydi. Yaxshi, bozor qanchadan qildi bular? 18 dan. Nechinchi qoringa? Birinchi bolasi. Ketmaydi. Chiqaysiz, nima? 4 litr 5 litr suti bor. Beradi. Yaxshi. Keyingisi, aka, ona bola qancha bo'pti? Assalomu alaykum. 24 million. 24 million aytilish. Bolasimi buni? Bolajincha. 16-chi. Nechinchi qorin? Birinchi qorin. Birinchi qorin. Hali. Qanchasi ber aka? Soskalari nayzada ekan. Qanchasi beradi deyman? 8 suv. 8 litr 2 mahaliga sut beradi. Birinchi qoringa zo'r, keyingi tug'ishlar yana ochiladi. Bozor nima aka? 20 so'radi. 20 million so'radi, bermaymiz.
Nomer beramizmi? Ayting. 99 99 148 148 78 78 79. Sahrodagi bo'ron aka. Sahrodagi bo'ron. Edas. Samarqand. Aka qanchadan bo'lyapti? Bo'g'oz bilan 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz. Pulichi 26 diyorum. bitta joyga 26 million so'm aytilish. Ha, 13 million so'mdan. 24 ga beraman. 24 ga berasizmi? 12 dan berasiz, har birini. Bo'g'oz 7 oylik. Yaxshi. Telefon nomeri aka? 93 deydi. 93 625 625 81 olmuştur. 81 Olmuştur. 61. Aka, charchamang, bozor bersin mayli. Ona bola qancha bo'lyapti? Assalomu alaykum. 17. 17 million so'm aytilish. Ho'kizchami bolasi? Ho'kizchami? Ho'kizcha. 3-qorin, 4-qorin qaysi? Birinchi faqat. Birinchi qorin. Bir 4 litr sut beradimi? 4 litr suti bormi? 4 litr suti bor. Ha, xuddi shunaqa. 300 kilometrdan keldi. Charchamang mayli. Ya. Bo'g'oz ekan. Arzon so'radan olsa sotma. Ya, yomon tur ekan. Ha, tog'a bo'g'ozmi ekan? Qancha ketdi? 25 millionga baraka o'tibdi mana shu. Ona bolani zo'r 25 millionga. Ha? Bismillah. Bunu bezdan bakalım bol söyleyiniz. Biz aytgan fol ediyor. Buraydan sonra gerekiyor beraman. Sorumluluğu yetişiyor garantili. Puli qancha deyapsiz aka? Bu bezdanımız kamı bol. 15 million kami bor. 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik. Nechinchi qorin aka bu? 4-qorin. 4-qorin. 4-qoringa bo'g'oz ekan. Nomer bormi aka? Ha. Ayting. 95lik. 95lik 707 707 6550. 65-50. Yaxshi aka, charchamang mayli. Kelishib gaplashaveramiz akalar. Xo'p, ozroqgina kattalashaylikchi, sifatli mollarda mana kerak. Zo'r-zo'rlari bor ekan, faqat qizil parodali mollar ko'p ekan bu joyda. Akajon, qo'rmang, assalomu alaykum. Yakkami ona bo'lami? 8 oylik bo'g'oz aka. 8 oylik bo'g'oz ikkinchi qoringa. Paroda qanday? Eston. Mana, zo'r. Nechinchi qorin aka? Ikkinchi qoringa. Bozor nima dedi? Baba? Bozor nima qildi deyman? Bozor 300,000 pul so'raydi. 30 million 500 gacha savdo qildi. Zo'r. Ana qo'llayapman aka. Bo'g'oz ham qo'llamasa ham ko'raylik. Bular nech pul aytyapsiz aka qolganlari? Qizil aka 27 million so'm. Birinchidagimi? 8 oylik to'ldirgan aka. 8 oylik to'ldirgan 27 million so'm. O'rtadagichi? U 2 haftaga to'xtadi aka. Ana birinchidagi 25 million. 25. Bulichi Buni saka ola bo'la. ona bolami bu? Qancha deyapmiz buni? Ola bo'la aka. 20 million so'm bo'lsa beramiz. 20 million so'm bo'lsa, akalar ona bolani beraman deyapti. Mana onasi, mana key bolasi. Xo'p, onasini ham, bolasini ham sifatlariga e'tibor qilasiz. Yemishlari garantiya, hatto'ramlas. Tomoqni. Yilinlari ham zo'r turibdi. Sifati zo'r akalar, bo'ladi, yaxshi, yomon emas. Yemasa, ichmasa bu darajagacha kelmaydi. Demak, garantiyasi bor. Aka, nomingiz bormi? 94lik. 94lik 110 110 86 86 88. 88. Yaxshi aka, charchamang mayli. Savdoni bersin. Ona bolani sifatli variantlardan. Akajon, bolasi ho'kizchami? Bolasi ho'kizcha ekan. Oldingizmi? Qanchaga oldingiz? Nech pulga oldingiz? Ha, sotyapsiz. Aka, nech pul deyapmiz buni? 32 million. 32 million so'm kami bor. Bolasi Buqacha. buqacha.
Nechinchi qoring aka? 4-chi qorin. 4-chi qorin. Tishlari to'ldirganmi? Tishlari yemishlari garantiya. Nechta suti bor aka? 10 litr. Oyog'iga tushib solish shart emasmi? Ketmaydi. Tiqday turadi. Mana yelinlar. Sigirni tagi baquvvat bo'lsa, suti zo'r beradi. Yo'q, bismillah. Aka, nomingiz bormi? Telefon raqamingiz? Ayting. 99 704 704 37 77. 37 77. Kelishib gaplashaveramiz akalar. Gaplashib mumkin emas. Navosiz vahshiy dahshatlari. Gigantlari bor ekan bu yerda. Buni qarang, buni qarang. Vay, mol sifatiga alohida e'tibor qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ona bola. Sizdan aka? Bola chaqasi ham zo'r buqacha bo'libdi. Ana semizgina. Sifatlari yaxshi, menimcha zo'r. Bolani qarang, bolani. Onasini qorni katta ekan faqat. Aka, kimdan ekan bu? Siz bo'lsiz ekan. Nechinchi qorin bolasimi? Birinchi qoringa. Zot qanaqa? Mesni parodan o'zimizniki. Mesni parodanmi? Qanchasi bir aka? 6 litr birinchi qoringa sut berar ekan. Pulini qancha deyapmiz? Pulini 21 milliondan 19,5 savdo bo'ladi. 21 million aytilishi 19 million 500 gacha savdo bo'lyapti. Bolasi urg'ochimi bolasi? Urg'ochi. Telefon nomeringiz bormi aka? Yo'q, ha? Hay. Assalomu alaykum, To'g'azon qormang. Yaxshimisiz? Chorvaga baraka bersin. Rahmat. Nechinchi qorin bolasi? 3-chi bola. 3-chi qorin. Nechta sut beradi? 8 boladan tashqari abiti bola tili bor. Boladan tashqari 8 litr sut beradi. Bolasi abiti imron. Abitdan yemadi bolasi. Yaxshi. 8 litr sut bor ekan. Qancha deyapsiz pulini? Uni 23 litr. 23 aytyapsiz. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beraman. Bozorchi? Bozor 20 yarim so'tib 21 yarim so'tib beraman. 20 gacha. Bundan qoldirib bemalol oqsandi. Sinab ko'rib kiyib beraman. Sinab ko'rib keyin pulni beradi. Dastlabki ham bormi kelsak? Dastlabki bormi? Bor dastlabki. Bor. Telefon nomerini ayting. 97 lik. 97lik 855 855 18. 18. Shu Romitandami? Vobkindami? Ha. Markaga kelsak, iltimos beraman deyapti. Mana bolachasi. Bola ham yaxshi, yomon emas. Aka oldizami buni savolagan? Nech pul aka? 21 million aytilishi. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi nechinchi qorin? Birinchi qorin. Suti nechta aka? 7 litr suti bor ekan. Yosh sigir birinchi qoringa. Sifati yaxshi. Yemishlar garantiyami? Garantiya. Nomer berasizmi? 88 88 866 866 26 26. Akajon charchamang, savdoni bersin mayli. Hop. Ana bu yerda ham mollar bor. Samarqand. Samarqanddanmi? Ha. Ha, bu aytmoqchi.
Buxorolikmisiz ham? Yo'q, Samarqandga keldim. Yo'q, ashuna keldingizmi? Ha, bozorga keldim Yemendan. Ha, Yemendan. Ha, blogerman. Men aytdim, bizdan shu Buxorolikmisiz deyman-da, shu shahar atrofimizdan. Ha, yo'q, shu Samarqanddan. Mayli aka, charchamang mayli, xo'p. Vo, aka, sifatni qarang, sifatni. To'q qizil ekan lekin. Qaysini bolasi, qaysi endi? Mana bunaqa olaparoda mollar kam ekan lekin bozorda. Hammasi qizillar ko'p ekan. Savob. Puli qancha ekan bular? 28 aytilishi. Nechtasi bor aka? Ha? Qanchasi? Что? Endi sutini bilmaymizdagi yesa bersa kerak. Blogermisiz? Ham bo'laysan. Ha. Aka, bolasi nima buni? Ha? Bolasi nima? Bolasimi o'rab? Bolasi urg'ochi. Qancha deyapmiz buni? Bozor qancha qildi? Egasi 28 deyapti. Bozor qilgani noma'lum. Sigirni sifati. Yaxshi, yomon emas. Ona bo'lam aka? 20 million. 4 oylik bo'g'oz. Bu yakkami? Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Ona bola. Ichiga 4 oylik bo'g'oz ham. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi. Nechinchi qorin aka? 4-chi. 4-chi qorin. Yemishlari garantiyami? Tushov solish shart emas oyog'iga. Turadi, bemalol. Yaxshi, akajon, nomni qoldiring. Nom berasiz. 50lik 700 29 15 00. Yaxshi. Akalar kelsa gaplashaveramiz. Charchamaysiz, mayli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Aka, buni bolasi bormi? Buni? Qancha so'rayapmiz pulini? Yo'q, qo'ying aka, bemalol. Narxini bilaylik, bemalol qo'ying. 20 million kelishamiz. Yaxshi. 20 million kelishamiz. Sahrodagi bo'ron. Sahrodagi bo'ron. Ana bolachasi. Yaxshi, akalar, sigir bozorda shu bilan yakunlaymiz. Podeshkada bo'lganlarga hammaga kattakon rahmat, mazam bo'lmayapti to'g'risi. Keyingi qismda albatta kutinglar akalar, nasib bo'lsa, undan ham qiziqarli qilib olib borishga harakat qilaman. Muhimi sog'likni berib tursa, nasib bo'lsa, biz xizmatdamiz. Aka, nechta bo'ldi bu? 32 million so'mmi? 37 million so'mga baraka bo'pti. Ha, bermayapsizmi? Ming bora uzr. Bugun aksirib bezor qilaman sizlarni shekilli. Yaxshi, narxlarni ko'ramiz. Ularni egasini topish uchun muammo bo'ladi deyman. Xil paroda mollar bor ekan. Mana bu yerda eng sifatlari chiqqan ekan bozorga mana. Greenfordmi adashmasam, mana bulari Simental, qolganlari o'shalarga o'xshayapti. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qaysisidan aka? Qaysisidan? 28 million so'm narx aytamiz. 28 million aytilishi. 26 milliondan chiqib ikkalasi. 26 milliondan chiqyapti aka. Bitta sizga shunday taxib qo'yay. To'g'ri. Mana ayting endi. O'zingiz ham olsam maylimi? Bemalol aka. Mana. 28 milliondan narx aytamiz-da.
Qancha qildi bozor? Bozor 26 million qilyapti. 26 million qilyapti, bermayapsiz. Lekin vesi yaxshi, vesi. Vesi yaxshi. Ha, 260 kilo, 265 shunaqa atrofda 100 ming atrofida tushyapti go'shi. Tirik vazniga necha puldan o'lchab olyapti aka? Tirik vazni shu 60 mingda. 60 58-60 ming. 58-60 ming. Ha, qolganichi nargi sherigi. Uni ham shunaqa narx. Shunaqa. Ikkalasi bitta narx. Bitta joyida. Ikki maqas yo'qsa sotamiz, kelishtirib beramiz. Yaxshi. Tirik vazniga 60 mingdan olinyapti. Telefon nomer qoldiraymi? So'yib olishgacha So'yib olish shu 105 da. 105 dan bo'lyapti. Nomer aytingchi, o'zi 94lik. 94lik 127 127 0607. 0607. Qorako'l. Jonibek. Qorako'ldan Jonibek akamiz. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Mollar necha puldan o'lchyapti bozorda? Bozormi? Ha? 58-60 ming. Yo'q, mana bu tarozi xizmati. Tarozimi? Tarozi 15 ming. Tarozi 15 ming so'm ekan. Hamma joyda bir xil ekan deyapti. Hamma yerda senab. Narxlar. Akajon charchamang mayli. Ishlarga omad. Aka hormang, assalomu alaykum. Necha pul aytyapmiz? 20 million. Kelishamiz. Savdosi bor ekan. Aka hormang, assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti novoz? 18 million 500 ming so'm aytilishi. Bozorchi? Bozorda 15 million so'm realni savdosi bo'ldi, berilmadi. Yoshlari qanday aka? Yosh olib 1,5 yoshlar. Hali 1,5 yashar. Yaxshi. O'zlari ham Maylimi olsa? 1,5 yashar. Yaxshi. Aka charchamang, salom bersin. Necha puldan bo'lyapti? Assalomu alaykum. 20 million so'm aytilishi, kelishtirib beramiz. Bozor nima dedi aka? bozor 18,5 so'rayapti. 18 million 500 gacha so'rayapti. Simentalcha uyga ham yana bor 20 ta. Nomer aytingchi? 93lik 93lik 357 357 42 42. Kelishib gaplashaveramiz akalarim bilan. Orqalariga e'tibor qilamiz. Mana sifat. Bo'ylari biri 22 fozga kerak menimcha, biri 15, biri 20 shu atrofida keladi. Xo'p. Assalomu alaykum, Tovajon Xormang. Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti bu? 28 million so'm aytilishi. Necha tish bo'ldi bu? 4 tishmi? 25 millionga realni bermadi desa. Yaxshi. Bu ham meniki. Bu ham sizniki. Ha, muomalasini qilaman. Yo'q, gap yo'q. 25 ga bermam dedim aka. Ha, 25 ga beraman. 25 ga berman. Yoshlari qanday aka buni? Hali yosh. 2 dan oshdimi aka? 2 dan oshdimi yoshi? Ha, 2 yoshar. 2 yashar bo'ldi. 2 yoshar. Sifatlariga e'tibor qilasiz. Sifat zo'r. Badani to'q go'shtga to'lgan variantda hali olib turib boqsa bo'ladigan yaxshi variantlar mana. Zo'r aka, Buxoro bozor arzonmi, qimmatmi? Arzon aka. Arzon. Hamma bozor o'zlari arzon a? Arzon. Gap bo'lish mumkin. Hay, zo'r aka. Charchamaysiz akajon, mayli. Ishlarga omad. Aka Xormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti? 18 million so'm aytilishi. Bozorchi aka? Bozor 15 so'rayapti, 15 million so'rayapti. 16 million bo'lsa, shundoqqina sotib yuboramiz, berib yuboramiz. Telefon raqam 99 705 705 17 23. 17-23. Kelishsa gaplashaveramiz. Yoshlari 1,5 dan o'tdimi? 1 yoshdan o'tgan. 1 yoshdan o'tdi. Tish buzdimi, yo'qmi? Yo'q, buzmagan. Hali buzmagan. Go'salading-da. Orqa tomonlarga e'tibor qilsak, holni sifati yaxshi, yomon emas. Aka, bu qancha bo'lyapti? Qancha bo'lyapti bu aka? 15 million so'm aytilishi.
Bozorda savdo qancha ko'rdi aka? 14 millionga realni savdo bo'ldi, berilmagan. Yoshlari kurak tishi bormi? Kurak buzgan. Old orqasi bir xil. Molni olib turib boqiladigan variantda, lekin olib turib so'yiladigan variant emas. Yaxshi, sifatlari o'rtacha. Yomon emas. Aka nomer aytasizmi? Nomer Ha. 99 282 9300. Aka bozor bersin, charchamang. Xo'p. Yo'q, bismillah. Orqalari mana akalar. Mana orqasi. Zo'r. Assalomu alaykum. Bir joygami? Qancha berildi aka? 20 million aytilish ha? 18 savdoni ko'ryapti. Bu ham ikki kurak bo'lganmi? Ikki kurak bo'lgan-a bu ham. Yaxshi, old orqasi deyarli bir xil ekan. Molni sifati zo'r. Yebishlar garantiyami? Yebishlar garantiyasi bor. Mana old orqa ko'rinishi. Nomer shu bitta raqam ha? Nomer bitta raqam ha? Ha. Yaxshi. Aka, charchamang mayli, bozor bersin. Otamamiz qisqa sigirlar olib ketdi. Xo'p. Akalar, sekin davom etaylikchi. Assalomu alaykum, hormangizlar. Charchamasizmi? Necha bo'lyapti aka puli? Puli qancha bo'lyapti? 15 million so'm aytilishi. Bo'ylari 1.20 kelib qoladimi? Adashmasam chamamda kelib qolishi kerak. 1.15 dan plyus lekin 1.20 dan chiqsa ham. Bozor nima edi aka? savdo qancha berdi? Qancha? 14 million 500 gacha savdosi bo'lgan ekan. Berilmagan. Yaxshi. Aka o'qishcha qancha bo'lyapti? Assalomu alaykum. Necha bo'lyapti? 19 million so'm aytilishi. Kurak tishi bormi? Ikki kurak bo'lgan-a? Yebishlari zo'r. Garantiya hammasi. Old orqasi deyarli bir xil ekan, molni sifati yaxshi. Olib turib boqiladigan varianti. Aka telefon nomer beramizmi? Bozor nima so'radi? 18 million so'radi, bermadingiz. Voy, uzr. Ha, orqa tomonlar. Yaxshi. Bu tamam ho'kiz tugab qoldi. Assalomu alaykum aka, ho'kizcha qancha bo'lyapti? 17 million aytilishi. Kelishda beramiz. Bozor nima edi aka? 15 million 500 gacha savdo qildi, berilmagan joyidan. Yoshlari qanday? 1.5 ga bordimi, bormadimi? Tish buzmaganmi? Hali tish buzmagan go'salar. Zo'r. Aka nomer aytamizmi? 97lik 301 0018. 301 0018. Kelsa gaplashib aloqaga chiqamiz. Aka charchamang mayli, yana bor ekan uylarda bemalol aloqaga chiqsak bo'laveradi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Sog'lik salomatlik ko'rishguncha keyingi videomizda albatta kutingizlar. Bundan ham qiziqarli qilib harakat qilamiz. Tomog'im bo'g'ilib qoldi akalar, tugatmasam vaqti tamom bo'ldi. Otboz akalarimiz bormi? Ot ishqibozlari uchun nasib bo'lsa bugun Buxoroning Romitan tumani Qo'rg'onmol bozorida nasib bo'lsa ovozim sal to'g'ri. Ancha chaqib ketdi. Ovozim salgina bo'g'iq ohangda chiqyapti. Akalar shamollaganman. Quloq hisobiga aybga buyurmaysizlar. Bo'lmasam bugun nasib bo'lsa Qo'rg'onmol bozoridan to'y narxlari bilan ot ishqibozlari uchun tanishtirib o'tamiz. Podдержкада bo'lasizlar. Bir tomondan layklarni bosib qoldirasizlar. Bo'lmasam bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Sizlardan sifatli videoroliklar, sizlardan esa maksimalniy podдержка, layk va podpiska bosib qo'yasizlar. Aka, assalomu alaykum, hormang yaxshimisiz? Nech bilan bo'lyapti to'ylarimiz?
To'ylar 11'dan beramiz. 11 million so'mdan aytilishi. Biya hammasi. Ha, baytar. Baytalchalar. Bozor nima aka? Ha, mas'ul yo'q. 9-9.5 gacha bozor bordi. Hamma har xil so'rashyapti. Telefon nomeri bormi aka? Ha, Aytingchi. 88. 88lik 303 303 58 85 ha. Yaxshi. Xo'p. Hammasi biya aytalchalar. Mana sifatlari zo'r. Assalomu alaykum, tog'ajon hormang. Bu ham baytalchami? Baytalcha. Qancha deyapmiz pulini? 15 million. 15 million so'm kami bor. Kavi bor. Kelishsak bo'laveradi. Yoshlari qanday? Yo'q, shu 1 yoshar. 1 yashar bo'ldi. Bozor bundan so'radimi? 11 million so'radilar. 11-12 million so'm so'rayapti. Kelishsak sotaveramiz. Mana baytalcha. Ana bu erkagi. Baytal. Yo'q. Mana aka. Hali yosh ekan. Aka qanchadan bo'lyapti bu? 10 million so'm kami bor, kelishtirib beriladi. Qalon topsang qoram yo'nadi dedi-ku. Savdolashib ko'ramiz. Telefon nomeri olsak. Aka bozor nima dedi buni? 8 million 500 gacha savdo qildi, ko'tardi. Bermay turibsiz. Nomer beramizmi aka? Nomer 99lik 317 317 27 27. Kelishib gaplashaveramiz. Yaxshi. Ular yo'q, yarim to'ylar oldi. Mana sifatlari. Assalomu alaykum, hormangizlar. Sifati zo'r edi. Sifati zo'rlardan o'qiyapti. Nech bilan bo'lyapti akalar? Qanchadan bo'lyapti? Ularni 11 milliondan deymiz, 9 milliondan so'rayaptilar. 9 milliondan bozor savdo qilyapti. Aytilish bahosi 11 million so'mdan bo'lyapti. Hammasi biyami bular? Baytalmi? Ikkitasi baytal, ikkitasi biya. Ikkitasi baytal, ikkitasi biya. Qaysilari? Aralash. Ikkalasi baytal. Ikkalasi biya, bu ikkalasi baytal. Bittadan tuqqan bular. Mana bu to'y qildi, to'y. 4 oylik to'ycha. 4 oylik. 4 oylik to'y. Ha. Yaxshi aka, telefon nomeri bormi? Bor. Ayting. 91lik 91lik 979 979 69 69 99. 99. Kelishsak dastavka bor ha? Bor aka, hammasi Bor akajon, bo'ldi. Charchamang mayli. Mana. Toylar. Chiroyli, sifati o'ta a'lo darajada ekan lekin. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Buxoroning bozorida toy haqiqatda ko'p tushar ekan lekin Navoiyda ham men uncha ko'p ko'rmaganman. Buxoroda haqiqatda mana bor ekan. Aka, biya qanchadan ekan bu? 17 million so'm aytilishi. Kelishtirib beramiz. Savdoni qildimi? Bozor. Qay? Bozor nima so'ra aka? 15 million so'mgacha savdo qildi, berilmagan joyida. Yaxshi. Yoshlar qanday? 4 yashar bo'ldi. Bo'ldi aka. Sizdanmi? Kelingchi. Nech pul aytyapmiz? Aytilishiga 9 million so'm, 8 million so'm, 7 million so'm. Mana bu ikkita maydachalar 7 milliondan. Ikkita maydacha mana bu qorachasi bilan qizilchasi 7 million so'mdan 8 millionga 9 million hammattasi tanlab olaverasizlar. Erkak to'ylar. Aralash hammasi erkak. Mujik dedi-yu. Mujik kelishib beradi. Yaxshi. Hech qaysi hali necha yoshdan menga qiladi buni? Buni 1,5 yoshar, 2 yoshardan menga qilinaveradi. 1,5 yashar, 2 yashardan menga 5 bo'laveradi. oylik to'ychalar. Hali 5 oylik. Aka, buni quyuq suyuqga nech puldan beramiz? Quyuq suyuqqa 7,5 milliondan berdik. 7,5 dan optimiga olsin mana. Olsin. Dastavka ham ichida mana. Dastavka ham qilib beramiz. Kelsa boydan kelsin. Mayli. Nomer ayting aka. 99lik 99 758 758 38 38 67 68. 738 67 68. Shunami? Shuna. Yaxshi.
ulug'bek aka bilan gaplashamiz. Aka o'zingiz ham olib qo'ydim, rozi bo'lasiz. ikkisi shashlik ham bor. Yo'q. Bo'ldi, malaka. Xo'p, akalar. Aka biya nima? Erkagi kimdan bu? Erkak toy. Kimdan, sizdanmi? Yo'q, yo'q aka. Sizdan emas. 14 million deb o'tirgandim. 14 million so'm egasi baho aytyapti ekan 14 millionga. Yaxshi. Aka, bular qanchadan? 11 million 500 dan bularni aytilishi mana. Kami bor. Urg'ochimi? Qaysi moda? Naryoqdagisi moda, orqasi mana bu ikkalasi ikki yonboshdagi erkak, o'rtadagi moda. O'tanga turadi, yeb-ichishlari zo'r. Sifatlari ham haqiqatda a'lo darajada ekan. Buni aka boqish usuli qanday? O'zlaringiz boqasizlarmi? Boqish usullariga bug'doy berasizlar. Bug'doy, kepak, Sho'lik berib ipak. boqiladi. Yaxshi. Nomer aytamizmi aka? Nomer Ayting. O'zing nomering beraver, tamam. 99 99 330 0408. Mana akalar, kechinglagan toy ishqibozlari uchun haqiqatda telefon nomerlarini oldik. Ikkitasi erkak, bittasi moda. Quyuq suyug'iga nech bilan beramiz buni? O'tib ketaylik. O'ting. So'raganga beraveramiz. So'raganga beramiz. Telefonlashingizni akalar kelishda beramiz. Bo'l, dastavkalarni ham moda gaplashsak bo'ladi. Yaxshi. Aka, bular qanchadan bo'ladi? 13 million so'mdan aytilishi, kami bor, kelishamiz. Modami hammasi? Hammasi biyalardan, ya'ni urg'ochi toylardan. Ishqibozlar uchun. Akajon, bozor qanchadan qildi mana buni? 12 milliondan savdosi bo'ldi. Bularichi? Hammasimi? 8 million savdosi bo'ldi. Buchi o'rtadagi 10 million so'm savdosi bo'ldi. Nomeringiz bormi aka, telefon raqam? Aytingchi. 99lik 330 0408. Kelishib gaplashaveramiz. Ammo oppoqqinasi bor ekan. Aka, buni narxi qancha ekan? 16 million so'm aytilishi, kelishtirib beramiz. Yoshlari qanday aka? 2 yasharlik urg'ocha? Yo'q, erkak ekan. Erkak toy. Mana. Aka, nomeringiz bormi? Telefon raqam? Telefon nomeringiz bormi? 91lik 823 823 3943. 3943. Bozor qancha qildi aka? Bozori 13 million so'm realniy savdosi bo'lyapti. Ozroq kelishmay turibmiz. Qo'shsa sotaveramiz, ha. Yaxshi aka, joningiz sog' bo'lsin. Ana yerda ham barakasi bo'lyapti. Tog'ajon, nechta so'radingiz buni? Qancha so'radingiz, tog'a? 6 million so'm tog'amiz realniy savdo qilyapti mana shu toychani. Yaxshi. Zo'r. Qancha bu narxi? 12 million so'm aytilishi. Qancha savdo bo'ldi? 11 million 500 gacha bozor savdo qilgan. Yaxshi, kelsak sotaveramiz, ha. Telefon nomeri bormi? Ayting. 94lik 712 07 0750. Kelishib gaplashaveramiz akalar. Bugun qisqagina nasib bo'lsa toy ishqibozlari uchun biya har xil narxlarni ko'rdik. Buxoro viloyati Romitan tumani Qo'rg'onmol bozorida nasib bo'lsa video syomkalarni chiroylisini taqdim qila oldim degan umiddaman. Podpiska uchun hammaga rahmat. Bir donadan klasslarni bosib, mana shu yerda podpiska tugmasi bor. Bosib qo'ysangiz nasib bo'lsa, mana ham qiziqarli. Faqatgina bu bozor emas, butun O'zbekiston bo'yicha niyat qilganman. Nasib bo'lsa Buxorodan xudo xolasa boshladik.